Assalomu alaykum. Go'zal Zaynidinovani Amerikadagi Turkmanistondan kelgan shogirdiman. Katta rahmat sizga. Bugun sayr qildirib olib keldim ustozning yoniga. Darslar qanaqa bo'ldi? Darslar juda qiziqarli, tushunarli. Videolarni ko'rib yozishga o'rgandim. Onlayn demak o'qisa bo'ladi. Ha, bo'ladi. Hozir farzandlarni menga yana bir marotaba aptut qildirishga olib keldilar. Qanchalik o'zlari to'g'ri tashxis qo'ydilarmi, yo'qmi, o'zlarini sinash uchun. Demak, o'zingiz tashxisni to'g'ri qo'yibsiz-a? Tashxisimiz bir xil chiqdi ikkalamizdaniki. Turkmanistondan bo'lganlari uchun ozgina o'zbekcha gapirishga qiynalyaptilar. Rahmat kattakon sizga. Sog' salomat bo'ling. Menga hadiyalar bilan meni ko'rishga ketdilar. Shogirdlarim ko'paysin, Alloh rozi bo'lsin.